Assalomu alaykum, Mahmudjon, yaxshimisiz birodar? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Shukr, rahmat. Hozir mana birodarlarimizga ham bir savolni tashlab turdim, unaqa bir yechim bo'lmadi. Payg'ambarimiz alayhisalomdan hali kim mo'minlarni g'amini yemasdan tong ottirsa mendan emasmi? Shunday hadis bor-ku. Shundagi g'am degandagi g'ami qaysi g'am? Shu hozirgi bir atrofimizda bo'layotgan musulmonlar ustidagi zulmmi yoki bir jaholat o'limida o'lishini bir yetkazishlikmi? Shunga bir to'xtalib o'tsangiz birodar. G'am deganda qanaqa g'amni tushunishimiz kerak biz? O'zi hadisning matni Alloh alam, kim e'tiborini Allohdan boshqaga qaratib shu holatda tong ottirsa, u Allohdan emas. Ya'ni Allohga haqiqiy banda emas degan ma'noda. Va kim musulmonlarni g'amidan boshqa narsa bilan tong ottirsa, u musulmonlardan emas. Ya'ni bu yerdagi musulmonlardan emasdan murod kofir u degani emas. Ko'pincha hadislarda ham, oyatlarda ham balog'iy suratda bir narsaga nisbatan u narsani yomonligini ifodalash uchun shunaqangi iymon ahlidan emas, mo'minlardan emas, bizdan emas degan shunga o'xshagan lug'atlar hadislarda juda ko'p keladi. Ya'ni bu degani, ya'ni narigi odam kofir degan maqsadda emas, ya'ni bizni safimizda emas. Ya'ni safimizdan murod, ya'ni biz ko'tarayotgan risolatni g'oyani orqasida emas. Ya'ni boshqa narsa bilan ovora degan ma'noda keladi vallohu alam. Tepadagi hadisdagi voqelik ham shunaqa. Ya'ni musulmonlarni g'ami deyotganda musulmonni hayotida bir qancha narsa uchraydi. Ba'zida masalalari oddiy shaxsiy masala bo'ladi. Jamiyatga aloqador masala bo'ladi. Dinini o'zini e'tiqodiga aloqador masala bo'ladi. Ikkinchi bir musulmonni o'zi qayg'urtiradigan narsa nima desa, bir musulmonga kulfat yetib qolishi, qiyinchilik yetishi, uni dinida, e'tiqodida bir chiroyli mo'min bo'lib yashashligida unga to'sqin bo'ladigan narsalarni uni boshidagi bir g'am deb biladi. Chunki boshqa hadislarda kelgan, kim bir musulmonning g'amini arisa, qiyomat kunida Alloh taolo mahsharda uni shunday bir qiyin ahvolda turgan mahalla g'amini aritadi degan. Ya'ni bu endi umumiy narsa. Musulmonga yetadigan har qanday qiyinchilik, yomonchilik musulmon sifatida yetsa, u demak boshqa musulmonlar ham unga e'tiborini qaratish kerak bo'lgan mavzu bo'ladi. Masalan, musulmon och holdida oddiy o'zini kundalik ehtiyoji bo'lgan qornini to'yg'aza olmayapti. Va o'zini farzandlarini o'sha kerakli bir ozuqa bilan ta'minlaydigan emas. Ya'ni ochdan o'ladigan ahvolda. O'z-o'zidan, ya'ni avtomatik turda qolgan musulmonlarning bo'yniga mana shu masala tushadi. Avvalo shunga aloqador bo'lgan yaqinlari, masalan, kimdir bo'ynida vojib bo'ladi. Endi shunaqa odam bo'lmasa, ikkinchisiga o'tib boraveradi. Maydon kengayib boraveradi. Butun mahalla ahliga tushadi. Agar o'sha yaqin orada yaqin qarindoshi, qo'shnisi yo unga yordam beradigan odam topilmasa, butun mahallasiga tushadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Bir mahallada bir odam och holatda tong ottiradigan bo'lsa, butun mahalla ahli Allohning rahmatidan uzoqda bo'ladi degan. Va yana boshqa hadisda keladi, qo'shnisini ochligini bila turib, o'zi to'q holatda tong ottirgan odam bizdan emas degan. Ya'ni musulmonlardan emas degan. Ya'ni bu deyotgani ham o'sha kofir bo'lib qoladi degani emas. Lekin musulmonchilikka teskari ish qildi. Musulmon unaqa bo'lmaydi degan. Qolgan masalalari ham xuddi shunaqa. Chunki boshqa hadislarda mana shu gapni to'ldirib keladi-da. Kimki bir musulmonni yordamga deb chaqirganini eshitib turib, unga javob qilmasa, u musulmonlardan emas deyapti. Ya'ni boshqa hadisda. Demak, musulmon odam ikkinchi bir musulmon yordamga deb chaqirgan mahalda bee'tibor, menga nima deb o'tib ketishga haqqi yo'q. Uni bo'ynidagi mas'uliyat. Hatto u vafot qilsa, uni olib borib, kafallab, ko'mib, janozasini o'qib ko'mishlikka buyurilgan, undan boshqa ish qilishligi harom bo'ladi. Ya'ni o'lsa nima, menga nima, endi qo'shnim o'libdi-da, meni o'zim ishim bor, tirikchiligim bor, menga nima aloqasi bor buni o'lganda? Bu paxaronning agentstvi bor, u bilan shug'ullansin, men ketdim deb turib ishiga ketib qoladigan odam emas musulmon. Bu bugungi demokratlar shunaqa qilishligi mumkin. Rostdan menga nima deydi, menga nima aloqam bor bunga deydi. Lekin musulmonni ustidagi haqqi deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni uni bo'ynida farzi kifoya bo'ladi. Ya'ni bu farz amal, uni tark qilish harom, boshqa ish bilan shug'ullanish harom. To o'shini yuvib, kafallab, janozasini o'qib ko'mmagungacha unga haqqi yo'q boshqa narsa bilan shug'ullanishga. Masalan, bugungi musulmonlarga shu narsani tushuntirish rosa qiyin-da, farz kifoyani. Farz bu narsa desang, ha endi farz kifoya ekan deb qo'yadi. Ya'ni farz kifoya degani bugungi kunda hech narsa emas degandaqa eshitiladigan bo'lib qoldi. Yo'q, farz kifoya ham xuddi boshqa farzlarga o'xshagan farz. Qilmasa qattiq gunohkor bo'ladi. Farzni o'rniga boshqa ish bilan shug'ullansa, qilgan ish harom ish hisoblanadi. Xuddi shunaqangi musulmonlarning boshqa musulmonlarning ustida haqlari bor. Bular bir-biriga birodar. Alloh birodar qilib qo'ygan bularni. Alloh aka-uka qilib qo'ygan. O'sha tepadagi haqlarni ham Alloh qo'yib qo'ygan bo'yniga. Shuning uchun uni g'ami o'zi musulmonlar bo'ladi aslida. Agar rostdan musulmon odam bo'lsa, kechqurun uxlayotganda odatda odamning tabiati shunaqa, nimadir haqida bir o'ylanib yotib uxlab qoladi. Endi har bitta musulmon o'sha kechqurun nima haqida o'ylanayotib uxlab qolyapti, mana shuni tekshirsin yaxshilab. Endi ikkinchi masala, ertalab uyg'onganda odamning miyasiga keladigan o'ylar bo'ladi bir qancha. Turdimi sahar, nima qilish planida bor? Nima haqida o'ylayapti? Nima haqida qayg'uryapti? Nimani tezroq hal qilish kerak? Hamma odamda bo'ladi bu turgan mahalla. Mana shu ikkalasini tekshirsin. Yotayotganda nima bilan yotdi? Qaysi o'y bilan yotdi? Ertalab turganda qaysi reja bilan, qaysi o'y bilan turdi? Agar rostdan ham mana shu narsa islomda musulmonlarda g'ami bo'lsa, demak u chiroyli bir musulmon ekan, musulmonlarning orasida yashayotgan tirik odam ekan.
tirik musulmon desa bo'ladi uni. Endi agar umuman e'tibori yo'q bo'lsa, o'zini bir g'amlari bilan, tirikchiligi bilan, qanaqa qilib pulni ko'paytirishi bilan yotib uxlayotgan bo'lsa, ertalab turganda ham shu faqat dunyosi, o'zini hal qiladigan masalalari bilan uyg'onib, shuni rejalab, shuni ustida ketadigan bo'lsa, demak, mana bu odam bir yaxshilab o'ylanib ko'rsin. Bu islomiy ummatning bitta vakilimi? Agar rostdan islomiy ummatning bitta vakili bo'lsa, mana shu ummatdan bo'lsa, nimaga buni e'tiborida musulmonlar yo'q? Ya'ni musulmonlarda g'amidan murod deb aytganimizda, musulmonlar och qolayotgan bo'lishi mumkin. Haligi hadisda kelganiday yordam so'rayotgan bo'lishligi mumkin. Dushmanga ro'para bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yo bir musulmonchiligidan kelib chiqqan masalalari, ya'ni ibodatlari, e'tiqodi, boshqa narsasi uchun ta'qibga uchrayotgan bo'lishligi mumkin. Kimdir bir ro'molini yulib olayotgan bo'lishi mumkin. Birov kimdir ushlab olib soqolini qirayotgan bo'lishi mumkin. Kimdir e'tiqodi uchun quvg'inga olib borib qamab urayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu musulmonlarning g'ami qolgan narigi musulmonlarni ham bo'ynida o'shini g'amini, o'shini yordamga deb chaqirgan mahalda shunga qaysi imkoniyati bo'lsa, shu imkoniyati bilan yordam berishlikdan mas'ul. Qiyomatda so'raydi Alloh taolo. Ya'ni odamlar shunaqa bo'lib qoldiki, qiyomatda mendan hech narsani so'ramaydi. Rosa so'rasa, meni namoz o'qigansanmi, yo'qmi? Sotib oldi. Nimaga falonchi namoz o'qimagansan? Ha bo'ldi o'qidingmi? Ha o'taverindi deydi. Shunaqa tushunib qoldi-da. Ya'ni qiyomatdagi hisob deyotganda o'sha mo'min odamning mo'minligidan hisob bo'ladi. Uni faqatgina namozdan bo'lmaydi. Birinchi albatta namozini so'raydi, boshqa o'ziga aloqador amallarini so'raydi. Undan keyin albatta jamiyatda bo'layotgan ishlari haqida ham so'raydi-da. Chunki tepadagi aytilganlar ham hadisda yordamga deb chaqiryapsa, indamay ketgan odam bizdan emas yoki mo'minlardan emas deyotgani bu kichkina gap emas. Butun boshli bir ummatdan ajratib qo'yadigan darajadagi juda bir qattiq gap. Chunki musulmon odam atrofiga qarasin. Hali meni ishim nima? Falastindagilar bilan ishim nima deb qo'yadi ba'zilar. Ba'zilar yana boshqa bir dunyo haqida aytayotsangiz, siz nima bu yer haqida gapiryapsiz? Siz nimaga bularni gapirasiz? Deb shunaqangi befarosatroq musulmonlar bo'ladi. Haqiqatda bular nimaga shunaqa befarosat bo'lib qoldi desa, dinini tushunmaganligidan. Agar dinini o'rganda, fasl farosatini dinini ustida ishlatar edi. Bu birodarlarimiz yoki aka-ukalarimiz haqida gapiryapti. Bu musibat biz aka-ukalarimiz boshida ekan. Demak, bunga biz to'g'ridan to'g'ri aloqador ekanmiz. Ya'ni unga nisbatan qanaqa munosabat bildirganimizdan qiyomatda ham so'ralamiz ekan. Shuning uchun biz to'g'ri munosabat bildiraylikki, qiyomat kunida Allohga ro'para bo'lgan mahalda shu bildirgan to'g'ri munosabatimiz bizga hech bo'lmaganda uzr bo'lsin. Yo bo'lmasam bizni oqlaydigan yo qiyomat kunida unga ajr oladigan bir munosabat bo'lsin. Shuning uchun musulmonning g'ami deyotganda, umuman Alloh alam bu yerda aytilayotgan g'amda bir xos bir narsaga cheklab qo'yilgan emas. Musulmonda bo'ladigan har qanday g'am. Alloh alam. Bulardagi hadis haqidagi meni tushuncham shunaqa.